Assalamu alaykum Uyghur televiziyasining aziz ko'rurmanlari. Tor televiziyasining suhbat programmasiga hoş geldinglar. Bugün biz Qozog'istonda qurilgan Ota yurt tashkilotining raisi Erbol Davlatbek efendim bilan suhbat elib bormoqchi. Erbol efendim, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş gördük. Tor televiziya suhbat programmamizga qadam tashrif qilganingizni qizg'in qarshi olamiz. Oldi bilan o'zingizni tunishtirib o'tsangiz. Ben Erbol Davlatbek, Qozog'istonda qurilgan Ata yurt fidoyilari tashkilotininki raisi. Bu tashkilot 2017-yılı Xitoyning Sharqiy Turkistonda irqiy qirg'inchilik boshlangan vaqtida shu fidoyilardan tashkillangan tashkilot shu Xitoyning jinoyatini eşiş, axbaratlar chiqarish, turli guvohliklarni to'plash shu ishlar bilan shug'ullanadi. Hozir Qozog'iston bilan Xitoy o'rtasidagi munosabat qanday taraqqiy qilyotidi? So'zlab bergan bo'lsangiz. Qozog'iston mustaqillik olgandan buyon Xitoy bilan munosabatlari tadrijiy holda yaxshilanib, yildan yilga kuchayib, zich bo'lib kelyotidi. Buning ichida shu yaqinqi yillardan buyon bulturdan boshlab mana Qozog'istonda eng birinchisi vizasiz Xitoy grajdanlarining Qozog'istonga vizasiz bez viza kirib chiqish tartiblarining amalga oshishi. Bu munosabatlarning eng zich bo'layotganligining bir ko'rinishi. Xitoyning zo'r miqdorda Qozog'istonga mablag' selishi, ondan Qozog'istonning Xitoyning yurgizayotgan Sharqiy Turkistondagi qirg'inchilik siyosatlariga ko'z yuma qarashlari, shuning hammasi Qozog'iston bilan Xitoy munosabatining yaqinlashib ketayotganligining ko'rinishlari bo'lib hisoblanadi. Hozir Qozog'istonda Xitoyga qarshi hech qanday qiymal ish harakatlar, faoliyatlar o'tkazish hech qanday imkoniyatlari qolmadi. Bultur 9-oyda Xitoy raisi Xi Jinpingning kelishi munosabati bilan bir ishga norozilik bildirmaydigan odamlarni ustab so'ladi. Bizni Almatoga kirgizmay bir necha kunlar to'sib shunda hech qanday faoliyat qilishga ruxsat qilmadi. Bizning tinchlik namoyishi o'tkazishimizga yo'l qo'ymadi hech qanday. Xitoy konsulining oldiga berib o'zining tuqqanlarining izdiroklarini qilganlarga chitrapning ustiga chitrap million tangalar chitraplar selivetdi. Hozir Xitoy konsulining oldiga berib o'zining tuqqanlarining izdirakini qiladiganlarmi qolmadi hozir. Onun hammasini jinoyat hisoblab Qozog'istonda bir taraf qilyotdi. Qozog'istonda Xitoyning qo'lining qari qo'lining kuchayib ketayotganligining ko'rinishlari ham shu. Xitoyning O'rta Osiyodagi ta'sir kuchi qanday darajada bo'lyotidi? Xitoydan hamda Rossiyaning ojizlashishi bilan Xitoyning O'rta Osiyodagi kuchi kundan kunga kuchayib ketib boradi. Hozir Qozog'istonda u Xitoyning qo'yniga kundan kunga kirib ketib boradiganligi Xitoy mablag'ining Qozog'iston iqtisodiga zo'r ta'sirlar ko'rsatadiganligi, Qozog'iston asosiy jihatdan ham ashyo setish bilan shug'ullanadigan davlat. Bu ham ashyoni asosiy jihatdan Xitoyga sotadi. Xitoyni bular o'zining iqtisodini taraqqiy qildirishdagi birdan-bir davlat, yaqin davlat. İqtisod gullantirishning oshqushi Xitoy deb hisoblaydi bular. Shunlashqa Xitoydan ayrila olmaydi. Hamda Xitoy o'zining siyosatini, o'zining o'ylaganini Qozog'istonga
жүргізішке Қытай тырышып жатыды. Şunun bularning hozir munosabati bek zich. Qozog'istondagi Xitoyga qarshi bo'layotgan amaliy harakatlar nima uchun bostirilib ketdi? Bu ochiq nima uchun bostirilganda mana Sharqiy Turkistonda yurgizilayotgan milliy qirg'inchilik, irqiy qirg'inchilik buni Qozog'iston hukumati bilmasga, ko'rmasga silib Qozog'istonning necha minglagan grajdanlari o'zining tuqqanlarini izdegan bo'lsa-mu, izderagini qilgan bo'lsa-mu, Qozog'iston grajdanlarini solib qo'ygan bo'lsa-mu, Xitoy turmalarida Qozog'iston grajdanlarimi yotdi? Xitoy lagerlarida Qozog'iston grajdanlarimi yotdi? Shularning izderagini qilishga jur'at qila olmaslik, bu ishlar asta-asta o'tdi hozir. Endi Xitoy Qozog'istonda bundan keyin hech qanday bir norozilik kuchning, bo'lmasa norozi shaxslarning bo'lmasligini Qozog'istondan talab qilyotdi. Qozog'istonga ma'lum bir iqtisodiy munosabatlar bog'lash uchun, yasash uchun birinchi shart Xitoyga qarshi kuchlarni bo'lg'izmaslik. Xitoyning Qozog'istondagi imijini yuqori ko'tarish. Qozog'istonda Xitoyga degan yaxshi bunda ko'z qarashlarni turg'izmoqchida bular. O'zlari mayaqdan qirg'inchilikni yasaydi. Mayaqdan o'zlarining yaxshi nimasini bunda o'zlarini yaxshi ko'rsatish. Qozog'iston jamiyatida hech qanday bu Xitoyni yomonlaydigan, Xitoyning siyosatlarining hammasini qirg'inchilik siyosat ekanligini deydigan, axborotlarga chiqaradigan ashunda harakatlarni bo'lg'izmas bu Xitoyning manfaati. Qozog'iston hozir Xitoy bilan zich bog'lanishi bo'lg'achqa Xitoyning shu talablarini o'rinlashga majbur bo'lyapti. Shuning uchun Qozog'iston jamiyatida hech qanday Xitoy qarshi faoliyatlarning bo'lishi hozir bek taslashib ketdi. Bundan keyin ham bo'lishi qiyin. Sizce Qozog'istonda Xitoyga qarshi qilinayotgan harakatlarning qanday xatari bor? Kelajak qanday bo'lmoqchi? Kelajak mana shu yilning may oyida 5-oyda 18-kun Xi'an shahrida bo'lgan O'rta Osiyo 5 davlat rahbarlari bilan Xitoy hukumati, Xitoyning rahbari Xi Jinping o'zi o'tkazgan yig'inda ashada birdan-bir kelishim grajdanlarning informatsiyasini almashtirish. Masalan, Xitoyning grajdanlarining informatsiyasi o Qozog'istonga, Qirg'izistonga hech qanday keragi yo'q. Ammo Qozog'istondagi grajdanlarning shaxsiy informatsiyasi Xitoyga kerak. Shunlashqa ularning oyoqda tuqqanlari bor. Sen mayda yurgan bilan oyoqdagi tuqqanlaringni kimning tuqqani? Shu informatsiyani almashtirib turish uchun shaxsiy informatsiya almashtirish degan bu qonunga xilof ish. Bular shu qonunga xilof bo'lsa-mu, shu kelishimga keldi. Bu bek xatarlik. Bu har qanday shu yaqinda yana Qozog'iston Xitoydan viza elib Qozog'istonga ketayotgan odamlarning ba'zi birisini sen falonchi faoliyatga qatnashgan kelsa, sen falonchi qilgan kelsa, telefoningda shunda WhatsApp gruppalarga qo'shilgan kelsa deb viza qarib ichab besib qaytarib etgan voqealar bo'lyapti hozir. Masalan, Xitoy qarshi qo'yyapti xatarlik odamlar degan tizimlikka. Shu informatsiyalarni Qozog'iston, Qirg'iziston taraflari ta'minlab beryapti Xitoyga. Bularni bundan keyin Xitoyga qarshi ilmi bir eg'iz gap qilishmi taslashib qolishi mumkin. Balkim Sharqiy Turkistonda dikidek. Xitoyning Qozog'iston va Uyg'urlar orasidagi yo'llarni ochib etish orqali Xitoyning qilgan qirg'inchiliklarni yoshirish ahvoli Qozog'iston jamiyatida qanday ko'rinyapti? Bu necha yil bo'lgan-ku, 5-6 yil bo'lib ikki tarafga bo'linib qolgan tuqqanlar, bir oiladagi odamlar bir-birini ko'rolmay qolgan. Shu yildan boshlab Xitoylar
viza berishga başladı. Andın Xitay grajdani bo'lgan Sharqiy Turkistondagi qozoqlarning Qozog'iston kirishimi vizasiz rejim bilan 14 kunga kela oladi. Mayaqdan Xitoyga viza olib, Sharqiy Turkistonga Qozog'iston grajdanlari bora oladi. Shuni qo'yib etish orqali Sharqiy Turkistondagi qirg'inchilik siyosatni yoshirish. Mana deydi, hammasi yaxshi berib kelyapti. Deydi, o yoqdan kelganlar Xitoyning siyosati to'g'riliq bir og'iz gap qilolmaydi. Qo'rqaydi. Hozir Sharqiy Turkistondagi odamlarning hammasi qo'rqinish ichida yashaydiganga akab qo'ygan. Bir og'iz gapni anda-manda o yoqda qanday bo'lyapti, vaziyat qanday deganlarning hammasiga Xitoyni maqtaydi. Yaxshi. Mayaqdan berib kelganlarga Bagan degan so'roq qiladi-ki, mayli sen Qozog'iston grajdani bo'lsang mayli. Apirib, ba'zilarini 2 kun so'roq qilganlarim bor. Andan qo'yib o'tdi, kelgandan keyin ol Qozog'istonga kelib jimni yurdi bundan keyin. Men yana boraman, yani bu tuqqanlarimga ta'sir qiladi, anda deb. Mayaq keldigan odamga oyoqdan bir odamni tutib qoladi. Sen oyoqqa berib qalayotgan so'zsang, ma odamni lagerga solaymiz, turmaga solaymiz, sotlaymiz deb. Shunda qilib, xalqaro jamiyatga Xitoyda Sharqiy Turkistonda hech qanday qirg'inchilik bo'lmagandek, hammasi boyashat yashayotganda ko'rinishlarni yasayotdi Xitoylar. Uni bilmagan hamda ko'p odamlar Xitoyga yoldirib yurib viza olib berib kelyapti. Berib kelgandan keyin jim yursak bo'ldi ekan, bu jim yursak hech nima qilmaydi ekan bu deb Xitoy to'g'rilib hech kim gap qilg'isi kelmaydigan, shunda bir vaziyatlar shakllanyapti. Bu hozir Xitoyning maqsadi bu. Maqsadi shuni asta ishga oshiryapti bu Xitoylar. Sizce Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarning beshiga kelayotgan zulm, ya'ni Uyg'urlarning buguni Qozoq, Qirg'iz, O'zbeklarning atisi bo'lamdi? Albatta bo'ladi. Bu Sharqiy Turkistonda eng boshda masalan Uyg'urga bo'lma 2016-2017 emas, onun oldida kap bo'lgan bu. Masalan 97-yil, hamdan 2009-yil shu ikki voqeadan keyin, masalan 2012-yillar, 2013-yillar tutqiy mana tasodifiy tutqun qilish ishlari bo'lgan. Uyg'urlarga yurgizganda o vaqtida 2016dan boshlangan zo'r ko'lamli tutqun qilishda qozoqlarni tutildi, qirg'izmi tutildi, o'zbekmi tutildi ashada. Boshlanib tutdi-da, hozir Sharqiy Turkistonda Uyg'ur demaydigan bu hammasini qo'shib biroqli yo'q qilish elib beryapti. Bu hamda Xitoy ma'lum nemisini Qozog'istonga o'zlari sonlarini ma'lum ko'paytirib olgandan keyin ashunda qo'lni soladi. Bu yerdagi shu davlatdagi qozoqning sonini azaytish uchun, o'zining ta'sirini kuchaytirish uchun ikkinchi qadamda qozoqqa, qirg'izga, o'zbekka shunday qildi. Xitoy tarixdan buyon hech kimga so'qash ochmaydi. Asta kelib shu millatni tugutib, millatning erqini azaytish, tugutish, mengisini yuyish shu orqali jiq millatdan bir millat yasaydi. Bu Uyg'urning buguni qozoqning, qirg'izning, o'zbekning atisi bo'ladi deydigan gapimiz shu. Bo'ladi u. Hozir saqlanmasa. Söhbətimizni bu yerdə axırlaşdıraylı. Axırda Uyğur televiziyasiga vakolatan söhbətimizning yaxshi elib berilishi uchun kuch chiqargan Eribul efendimga rahmat aytaman. Ko'rinmanlarga sog'-salomatlik tilayman. Keyingi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xo'sh, omon bo'linglar.